1.815 ming so'm bo'ldi. Qayerdan keldinglar? Biz Yangiyo'ldan keldik. Yangiyo'ldan xolamlar 4 ta nevarani olib ketdilar. Bosh oyoq kiyintiraman deb. Mana Mana shu hamma narsani olishdi. rahmat. Xursandmisiz xola? Rosa xursandman, bolalarim ham xursand. Bular xursand bo'lganiga men xursandman. Biz endi do'konimizdan xafa bo'lib ketmaydi. Mana o'sha hamma nevarasiga bitta narsa kopton sovg'a qilaman. Yashang, rahmat. Topganinglarga baraka bersin. Ilohim. Bitta duo qilib qo'ying. Ilohim, ilohomin, ey Allohim o'zingga hamd sanolar bo'lsin. Ilohim uyimizga, yurtimizga tinchlik, xotirjamligini bersin. Hamma yoshlarimiz baxtli bo'lsin. Shu sizlarni ham ishlaringizga omad. Yoshlarning xizmatida yuribsizlar, bir umr rohatda ham yuringlar. Topganinglarga baraka bersin, oilanglar tinch bo'lsin. Boshqa nevarani olib keling, xo'p? Yo'q, hali qolib ketdi rosa. Rosa qolib ketdimi? Qolib ketganlar bor. Yangi yo'llar qayerdan edi o'zi? Biz yangi yo'llar shu Bo'zsuvdanda anaqa. Bo'zsuvda. Fabrika degan. Aynan do'konimizga keldinglar. Umid mahallasidan. Ha, qidirib keldinglar do'konimizga. Topib keldik shu yoqqa. Rahmat kattakon, xursandmiz. Videoga like bosasanlarmi? YouTube'da 1 million bo'ldik. Voy, rahmat. Oltin knopka kelganda yana chaqiraman, bo'ptimi? Voy, mayli, chaqiringlar. To'polon qilmasdan o'ynasin, xo'p? Ha, bular juda chiroyli o'ynashadi. Mayli, Rahmat. keltiringlar. Hop. Rahmat, omon bo'linglar. Topganingizga baraka. Ana. Bo'ldi, buni chiqarib qo'ydik. Shunaqa gaplar. Buni